bu deb o'tirman, mana o'chilar ekanmi. Hindiston juda ham issiq deb Buxorodan faqat mana shunaqa ko'ylaklarimni olib keldim. Lekin afsuski Buxoroda qish bo'lganda Hindistonda kuz bo'ladi. Ya'ni havo yaxshigina salqin, bunaqa ko'ylaklarni kiyib bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi kundan shopping qilishga to'g'ri keldi. Birinchi bo'lib Zaradan shunaqa shim oldim. Get ready olaman deb ochmay qo'ygandim, qaranglar g'ijim bo'libdi. No hech qisi yo'q, baribir Zara qog'ozchasini ham olmasdan yuramiz, chunki Zaraligini hamma ko'rsin. Aytgancha nejniy makiyajimga e'tibor berdingizlarmi? Ustimga esa shunaqa chiroyli long sleeve oldim. Afsuski, bu ham g'ijim bo'libdi. Hech qisi yo'q, o'ynasam ochilib ketadi. Qolchalari prям nejniy asal ekan. Remincha bilan lukimizni to'ldiramiz. Oyog'imga esa shunaqa nima edi o'zi bu esimdan chiqdi. Короче, shunaqa oyoq kiyimim uzun turar ekan, shuning uchun pastini qayirib. Mana shu duxini hidi rostdan ham zo'r ekan, skrinshot qilib olinglar. Hamma joylaringizga sepsalaringiz bo'ladi, sochlaringiz. Chet elga chiqqanlarni eng yaxshi sumishkasi bu ryukzak. Shu bilan onajonim bilan lukimiz tayyor. Birdan o'ngacha baho beringlar. Всем пока.